220 tezlikka nimaga speedometr ko'tarmaydi? Eng katta sababi unifikatsiya. Central Lacetti platformasidagi restyling. Lekin Lacetti'da bir nechta motorlar bo'lgan. Biri 4 litrdan 2 litrgacha bo'lgan versiyalari. Ya'ni ishlab chiqaruvchi har biri uchun alohida speedometr yasab xarajatni oshirmaydi va eng kuchli versiyani qoldiradi. Marketing tomonlama hamma ishlab chiqaruvchilar shunaqa qiladi. Chunki mijozlar katta raqamlarni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni bu mashinani xuddi kuchli modelday ko'rsatish va mijoz ongida ruhiy dalda, ya'niki tezlik uchun resurs va potensial bor. Undan tashqari bu bir psixologik holatni yaxshilaydi. Agar haydovchi datchikni oxirigacha ko'tarilganini sezsa, mashina o'z potensialidan ham ancha tez yuryapti va bu motor uchun va o'z hayotim uchun ham xavfli degan panika boshlanadi. O'rtada tursa, bundan xalos bo'ladi. Lekin keling haqiqatga tik boqaylik. Mashina qanchalik tez yura olishidan ko'ra, qanchalik xavfsiz to'xtashi shuncha muhim. Tablodagi 220 raqami sizga qanchalik ishonch bersa, g'ildiraklardagi Forward Green kalotkalari sizga 2 barobar ko'proq xavfsizlik beradi.